Otabek aka sizni asaddiy bir muxlisizman deb bitta rasmga tushib oldimmi? Bo'ldi. Rahmat. Baraka toping aka. Sog' bo'ling ukam. Charchamang. Ukam dedilarmi? Endi mani akam borlar. E'longa qo'ygan telefonim shu. 750 berganda olib kelib tur. Ya, siz meni tanimadingiz shekilli. Men Bravodagi Otabekdan radon ukalar bo'laman. Yo'q, Otabek nima? Radno ukasimisan? Unaqadachi? Mayli. Sen uchun 500 berganda olib kelib. Menga qarang. Mana 200 olingda, qolganini bir yo'lim tushganda berib ketaman. Yo'q, hurmatimiz yo'q. Yo'q, hurmating bor, cheksiz. Ukamni ham hurmat qilaman. Ukam ukasini ham hurmat qilaman, ammo lekin menga qara. Bravoni konsertiga bilet olib ber. Bo'ldi, o'sha siz konsertda birinchi xatoda o'tiribsiz. Salomat bo'ling. Sabina, bilasanmi kim bilan gaplashib yurganingni? Kim bilan? Men Bravodagi Otabekning radno ukalari bo'laman. Aldamasangizchi. Voy, ishonmaysanmi? Mana birga rasmi tushganmiz. Men ham yulduz bo'lishga qiziqaman. Bo'ldi, Sabi, aytganlarimni qilib kevokan konsertga sen chiqasan. Bu bolani boshini aylantirib olib, zvezda bo'lib olaman. Mana 75 so'm bo'ldi qulpiniga. Iya, uyalmaysizmi mendan pul olishga? Bilasiz, men kim ukasiman? Otabekdan ukalar bo'laman. Mana rasmimiz. Bravo dega. Aka zo'rlar. Men ham o'zim emas, Otabekdan biroz so'raganlarga kelib olib Biz Otabek ham muxlislarimiz. Roziman, boravering, salomni qo'ying. Yashang, rahmat. Zo'r odamlar Otabek aka. Otabek aka. Ya, assalomu alaykum. Kechirasiz. Yaxshimisiz? O'g'loni bo'li sizni ukangizmi? Qaydan oq futbolka deb olam mashina oldigi? Ha. Yo, men ukam emas, men o'zi bitta ukam bor, Yahyo u ham bu yerda yashamaydi. Bu men taniman. Sog' bo'ling. Rahmat. Hey! Men qara, radno ukalarimiz ekansan-ku. To'g'ri, radno ukalar emasmi? Ta'til qilingni. Tutungan ukalarim.